Ular senga islomni faqatgina yoqimli qismini aytishdi. Lekin nega senga qolgan oyat va hadislarni aytmadilar? Ular senga Alloh kechiruvchi va mehribon deb aytishdi. Lekin Alloh shiddat bilan azob berishini aytishmadi. Ular senga la ilaha illallohni ixlos bilan aytgan kishi jannatga kiradi deb aytishdi. Lekin biz bilan ular o'rtasidagi ahd namozdir. Kim namozni tark qilsa kofir bo'ladi deb aytishmadi. Ular senga bir fohisha ayol itga suv bergani uchun Alloh uni mag'firat qilib jannatga kiritdi deb aytishdi. Lekin bir ayol mushukni ochlikdan o'lguncha qamab qo'ygani uchun Alloh uni do'zaxga kiritdi deb aytishmadi. Ular senga bir odam yo'ldagi tikonli shoxni olib qo'ygani uchun Alloh uni mag'firat qilib jannatga kiritdi deb aytishdi. Lekin bir ayol ro'zador bo'lib, kechalari namoz o'qib, ammo tili bilan qo'shnilariga ozor bergani uchun Alloh azza va jalla uni do'zaxga kiritdi deb aytishmadi. Ular senga umradan umragacha, Ramazondan Ramazongacha, jumadan jumagacha bo'lgan vaqt gunohlarga kafforat bo'ladi deb aytishdi. Lekin faqat katta gunohlardan saqlansagina degan hadisni qolgan qismini aytishmadi. Ular sukut saqlashdi. Natijada seni ko'plab gunohlarga yo'llashdi. Ular senga sadaqa va yaxshilik darajani ko'tarib, ajrlarni ko'paytirishini aytishdi. Lekin qabrdagi birinchi savol bu namoz haqida bo'ladi. Agar namozing to'g'ri bo'lsa, najot topasan, agar buzilgan bo'lsa, halokatga uchraysan deb aytishmadi. Dinimiz qo'rquv va umid dinidir. Xotirjamlik, yengiltaklik va tavbani kechiktiradigan din emas. Gunohni kichkinaligiga emas, balki kimga osiy bo'layotganimizga qaraylik. Alloh barchamizni qalbimizni isloh qilsin.